Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jaloliddin Suyuti'ninki Halifler Tarihi namlı kitabımızdaki dersimizin devamında bugün Muaviye İbni Yazid İbni Muaviye Umayyad sultanlarından 3. halife Hazreti Muaviye'nin nevrisi Muaviye İbni Yazid'ninki hilafet zamanı bilen tanışıp çıkımız. Bu adamınki devrisiga vaqti nayet tolumu az. 64-yili Hicriye şu vaqtda hakimiyet bir şey çıkan ve şu yılın özüde yana bu adam ölgen. Bu adamınki kuniyesi Ebu Abdurrahman, Ebu Yezid mi deyimiz, Ebu Leyla mı deyimiz. Demek bu şunun hemisi ballarınınki ismi bilen atalganda. Bu adam dadısınınki veliahd belgilisi arkalık 64-yili Rabiul Awwal ida halif bolgan. Bu adamın dadısı Yezid Yezid. Ötken dersi ötken. Lekin Muaviye Yezid'nin oğlu bu Muaviye nayet özü nayet yaxşı, salih, yaş belen bal eken bu. Bu adam lekin halif bolgan vaqtida keselken ölüp ketkiçilik şu kesel peti devam etip kişilerin kaşığımı çıkanmagan bir közü körengedek bir işini kılanmagan kişilerge namaz mı okup beremegen. Bu adamniki hilafet muddeti bazıları 40 gün depti, bazıları 3 ay depti, bazıları 2 ay depti. Umuman şu 3 ay etrafında bu adam halife bulup çıkış kılanmayla dünyadan ketken. Ölüp ketken vaqtida bazıları 20 yaşta deydi, bazıları 21 yaşta deydi o. Bu adam hem de şu sekaratlik vaqtida bu adamga depti. Sen bir dadanga ya başkalarga o'xshash halife saylab qo'ymamsan yoki valiahd belgilamamsan desa bu adam nayet o'tkir bir so'z qilgan ekan. Ya'ni mundaq degan ekanda men bu xilafetning halovatini tetiyolmadim. Nimishqa buningki endi bo'lganda uning dardini tatqiqdekman deb shu javobni bergan. Bu so'zdan bu odamniki naqadar yaxshiligini bilib olg'ili bo'ldi. Hatto bu odam shu xilofetni shu sahobalar davridagi 4 xalifalar davridagi maslahat kengash uslubi bo'yicha xalif saylaydigan shaklga qaytirishni bu odam nayet yaxshi ko'rgan ekan. Shunga xalifani valiahd qilib saylamay bir qitimliq nutqida shunaq degan ekanda, ey xaloyiq, men sizlarning bu ishinglarga egulab qoldim, nayet ojizman. Agar xohlasanglar bir kuchlik Umardek bir odamga qoldirsak buni, shu maslahat kengash bo'yicha bo'lsa, Umar ibn Xattobning zamonasiga shu 6 kengashga o'xshash, bu xalq o'z saylab chiqsa deb shunaq degan ekanda, men bu ishni sizlarga tashlab qo'ydim endi. Ya'ni xilofetni tushdi bu odam oxirgi mezgillarda. Tushib, men bu ishni sizlarning o'zinglarning ixtiyoriga qo'ydim. O'zinglar eng yaxshi deb o'ylagan odamni xalif saylanglar degan ekan. Shu deb bo'lib, munbardan tushib, uyga kirib ketgandan keyin o'lib ketgan deydi. Ham shuning qartab bir qism kishilar bu odamga zahar bergan deganlar bor, yoki bu odamga pichoq tiqilgan degan gapmi bor, ishqilib suiqasdlar o'ltirilgan degan ko'z qarashlarmi bor. Umuman elbette vaqtida Umayyalar jamoati bo'libmi shu Muaviya jamoati, Sufyoniylar jamoati bu odamniki bu so'zdan nayet qattiq norozi bo'lgan. Hatto onasimi mushta deyishini bir anglamagan bo'lsa deb onasi shundoq bir norozi bo'lgan bu gapni. Degandikin bu balami onasiga javob berib, "Ben shundoq olib ketsam-chu, mush xilofat mansibiga chiqmagan bo'lsam-chu, men buning halovatini men tetiyolmadim. Tetiyolmadim. Bundan bilik men bir valiahd saylab qo'yib, men bu xilofatning keyingi davrdagi vabosini, balasini, buni jinoyatni, gunohini men ko'tarib oxiratga elib ketamdimi deb, ya'ni bu so'zdan bu odamniki naqadar yaxshiligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Nimishqa degan vaqtida o'zining bolalari bor. Shuni xalif saylab qo'ysa qabul qiladi Umayyalar jamoati. Lekin bu odam bu orqali yana shu xilofatning ya'ni kona shu maslahat, kengash tuzumlariga qaytib xalq eng yaxshi deb qaragan odamni, eng shu salohiyatli odamni saylab chiqsa, to'lim yaxshi degan qarashni yoqlab, shuniki vabosini tatib o'lib ketgan. Endi bu odamniki vafoti bilan, o'limi bilan Umayyalar jamoatidan 2 oila huquq surgan, eng chong oiladan. Biri Marvoniylar oilasi, yana biri Sufyoniylar oilasi. Mushu kishiniki vafoti bilan Sufyoniylar oilasiniki huquqi tugdi. Birinchi Muaviya, ikkinchi Yazid, uchinchi mana Muaviya. Mana mush 3 aylan Sufyoniylar jamoatidan. Bular Abu Sufyonniki bolalari, navrilari bo'ldi. Bunun bilan Sufyoniylar jamoatining hokimiyati oxirlashdi. Bundan keyin Abdullah ibn Zubayr xalif bo'lib, bu odam 9 yillik davr surib, bu oraliqda nurg'un ixtiloflar bo'lib, xalifa 2 bo'lib islom dunyosida. Keyin oxirida Marvoniylar jamoatidan Abdulmalik ibn Marvonniki qo'lida hokimiyat qaytadan chingib, bekib, islom dunyosi qaytadan yana birlikka bir tuzum hosil bo'lgan. İnşallah Müslümanlar biz
Umayyalar cemaatidan 3-chi xalifa Muaviye ibn Yazid ibn Muaviyaniki hayoti bilan tanishib chiqdik. Alloh xolsa ati biz Abdullah ibn Zubayrniki hayoti bilan tanishib chiqamiz. Abdullah ibn Zubayrniki xilofat davri qanday bo'lgan? Bu davrdagi islom dunyosidagi ijtimoiy siyosiy holatlar qanday bo'lgandi? Atliq darsni tanishaylik. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.